Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun Zarafshon shahar adliya bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risidagi PF 80 sonli farmonning mazmun mohiyati va adliya bo'limi tomonidan 2025-yil 1-chorak davomida qilingan ishlar haqida batafsil ma'lumotlar berib o'taman. Prezidentimizning 80 sonli farmoniga muvofiq adliya bo'limi tomonidan PF 80 sonli farmonga muvofiq aholining kundalik hayotida uchraydigan huquqiy muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va bartaraf etish bo'yicha amaliy choralar ko'rib borish, fuqarolarga bepul birlamchi yuridik yordam ko'rsatish tizimini yo'lga qo'yish va muvofiqlashtirib borish, aholi uchun eng dolzarb masalalarni aniqlash orqali ular yuzasidan huquqiy tushuntirish va maslahatlar berish adliya organining qo'shimcha vazifasi etib yuklatib qo'yilgan. Xususan, Zarafshon shahar adliya bo'limi tomonidan 1-chorak davomida 17 ta yozma va og'zaki murojaatlar qabul qilinib, shundan 13 tasi qanoatlantirib, 4 tasi huquqiy tushuntirish berilgan. Bundan tashqari bo'lim tomonidan 7 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, 7 nafar mansabdor shaxslarning ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, korxona va tashkilot va muassasalarning qonun buzilish holatlari, uning kelib chiqish sabablari va shart-shoralarni bartaraf etish yuzasidan 8 ta talabnoma kiritilib, 8 nafar xodimlarga intizomiy javobgarlikka tortildi. Kiritilgan mazkur talabnomalar yuzasidan fuqarolarga 842.365.000 so'm pul mablag'lari undirib berildi. Zarafshon shahar adliya bo'limi tomonidan sudlarga ham da'vo arizalari kiritilib, jumladan 10 nafar shaxsga da'vo arizalari kiritilib, ularga 370 million so'm miqdorida pul mablag'lari undirib berildi. Zarafshon shahar adliya bo'limi tomonidan fuqarolarning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirish hamda qonunchilikni mustahkamlashga qaratilgan jami 901 marotaba targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Mazkur targ'ibot tadbirlari 16 ta televideniya orqali, 16 tasi gazeta va jurnallar orqali, 14 tasi radio orqali, 78 tasi elektron nashrlari hamda 191 tasi ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarga qonunchilikda yangiliklar yetkazib borildi. Shahardagi korxona va tashkilot va muassasalarda 78 ta ma'ruza, 7 ta davra suhbatlari, 4 ta seminarlar tashkil qilindi. Bundan tashqari 113 ta normativ hujjatlar, flayer va bukletlar shaklida targ'ibot materiallar qilib fuqarolarga tarqatildi. Mazkur targ'ibot tadbirlarida jami 771 nafar tinglovchilar ishtirok etdi. Adliya bo'limi tomonidan shahar hokimining bitta va xalq deputatlar shahar kengashining 2 ta normativ huquqdagi tusdagi qaror loyihalari huquqiy ekspertizadan o'tkazib kelindi. Zarafshon shahar adliya bo'limi bosh maslahatchisi Jo'rayev Nodirshoh.